Anaqalarni alohida olaman. Mana hamma dam olibdi. Bu yerda nimaga dam olishar ekan o'zi ko'proq? Mana bunaqa san aytdim-ku, mayskiy deb, nima ochilish jarayoni ketayotgan ekanda o'zi. Ko'payib ochilishni boshlar ekan bu ishlar. Chinni gulmi? Nima? Shu. Endi joy emas, mana shu xuddi Amerikaga o'xshab, domlaning o'rtasida yana parkda. Bo'lmay odamlar dam olibdi. Shu yerga sharoit qilib qo'yilgan. Shu domla atroflari, ya'ni shahar o'rtasida mana shunaqa parklar qurilgan. Hammasi bir go'zal, chiroyli reja bilan qilingan ishlar. Yana qizil sariq lentadan bu yoqqa o'tib bo'lmaydi. Hech kimga mumkin emas. Mana shu yerda fontanchalar qilib qo'yishgan. Qisqa aytganda hammasi odamlar uchun qilingan ishlar. Mana. Yaxshi. Toza, hamma yoq, hech qayerda musor yo'q. Kichkina paketcha ham musor yo'q lekin. Top-toza hamma o'tirishi. Top-toza. Bu yoqda yana gullar, daraxtlar. Bunaqa yo'lgacha. Shu yo'lga bilan ketursiz, yana mana shunaqa keturasiz qisqasi. Yaxshi joy ekan hordiq chiqarishga, lekin quyosh urib turar ekan shunda tepamizda. Daraxt kamroq bu yerda. Aslida ko'ko'lan bor, daraxt yo'q emas. O'tlan vohliklar egallab olishgan. Aniqligi mumkin emas. Mana shu dumalamiz katta qilib qo'ygan joyligi mumkin emas.